Jinnimisan, qanaqa qilib alohida yashaymiz? Dadamga nima deyman? Dadam bir o'zini tashab ketamizmi? Hayotda rozi bo'lmaydi. Men ham aytmayman, dada biz alohida yashamoqchimiz deb. Dadam o'zida so'raymiz, hech qachon rozi bo'lmaydi. Dada, qarochi biz alohida yashamoqchimiz. Nima deysiz? Mayli, ketur. Kim bor? Uyda kimdir bormi? Hozir Kim bor? baqirmang. Kim u? Gazdan keldik, qarzlaring bor ekan. Ha, hozir dadam chaqiraman. Men bir o'zim yashayman, o'zim to'layman. Qancha ekan? 1,5 million. Yo'q, dadajon. Seni gapingga kirib, arzimagan pulga issiqda ishlab yuribmiz. Yuruvdik aniqda dadam pensiyasini yeb. Sal erkak bo'ling. Mustaqil hayot kechirgandan keyin qiyin bo'ladi-da. Mustaqil hayot emas bu. Dadamsiz hayot bo'lyapti bu. Ishlamayman men. Pul yo'q vaqtda har oy счётga ham almashtirish kerak. Buni hojati yo'q. Bizda axir biometrik счётkalari bor. Biometrik счётkalari sifatli va o'z holatini yaxshi saqlab qoladi. Eng asosiysi hamyonbop. Endi har oy счётga almashtirishni hojati yo'q. Biometrik to'g'ri tanlov. Zo'raganu qayerdan olding buni? Dadingiz olib bergandilar. Dadam bizga doim yaxshisini tavsiya qilganlar. Dadajonim sog'indim. Axiri qaytdik dada. Voy o'zim. Nevarangiz xuddi o'zingizga o'xshaydi. Uydan ketganga bir hafta bo'ldi. Bolani qayerdan topding? Bu haqida o'ylab ko'rmadingmi? Haqiqatan bilaman. Bola meniki edi, so'rab turishdi. Bilet. Ты такой дерзкий, как пуля резкий. Da.